Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya markazi filiali ham Qashqadaryo viloyati uchun juda zarur edi. Muassasa faoliyati yo'lga qo'yilgunga qadar bunday tibbiy xizmatlarning sanoqlilarigina viloyat endokrinologiya dispanserida ko'rsatilib, jihozlari davolash tizimi eskicha edi. Prezident tashabbusi bilan tashkil etilgan yangi shifoxona endokrinologik kasalliklarni profilaktika qilish va samarali davolashga xizmat qilmoqda. Bizni bu filialimiz qurilguncha sohamiz bo'yicha qiladigan ishimizni bir 10% ishlarni amalga oshirganmiz va bu filialimiz qurilgandan keyin biz o'sha sohamizga tegishli bo'lgan barcha jarayonlarni, ya'ni kasallikni oldini olishdan boshlab uning asoratlari bilan kurashishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni qamrab oldik. Endokrinologiya sohasi bu juda ham organizm uchun gormonalni fonni o'rganadigan soha hisoblanadi. 2018-yilgacha mana shu viloyatning o'zida bir dona ham gormon tekshiruvlari amalga oshirilmagan. Oddiygina bitta analiz qilish uchun ham bemorlarimiz poytaxtga intilishgan. Bu albatta o'z-o'zidan ovoragarchilikka olib kelgan. Hozirgi kunda sohamizga tegishli bo'lgan barcha diagnostik usullarni shu filialimizning o'zida amalga oshirib kelmoqdamiz. Kasallikning asoratlari bo'lgan jarrohlik amaliyotlarini ham biz 18-yilgacha bir dona ham mana shu viloyatimizda amalga oshirmaganmiz. Hozirgi kunda qalqonsimon bezning barcha turlari, ya'ni o'sha respublika darajasida qanday operatsiyalar amalga oshirilayotgan bo'lsa, barcha turlari mana shu filialimizning o'zida amalga oshirib kelmoqdamiz. Ya'ni o'sha bizning tilimiz bilan aytganda total strukturomektomiya yoki gemistropektomiya va qalqonsimon bezning oldi holatdagi bezlarni jarrohlik amaliyotlari bilan olib kelmoqdamiz. Va undan tashqari bemorlarimizni juda ko'p qiynaydigan va hozirgi kunda dolzarb muammo bo'lib kelayotgan o'sha diabetik to'piq sindromi ham murakkab jarrohlik amaliyotlarini ham shu filialimiz o'zida amalga oshiramiz. Ya'ni bu ham o'sha biz tilimiz bilan aytadigan bo'lsak, boldir son amputatsiyasi yoki son amputatsiyasi yoki egzoartikulatsiyasi degan jarrohlik amaliyotlarimiz yoki autodermoplastika jarrohlik amaliyotlari mana shu filialimizning o'zida, ya'ni mahalliy shifokorlarimiz tomonidan amalga oshirilib kelmoqda. Bir 150 o'ringa mo'ljallangan zamonaviy shifoxona endokrinologik kasalliklarni profilaktika qilish va samarali davolashga xizmat qiladi. Bu yerda yiliga 700-800 jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish imkoniyati mavjud. Yagona tizim tashkil qilingan bo'lib, endokrin kasalligi bor barcha bemorlar elektron tizimga kiritiladi. Bunda bemorlarning biz sonini, ularni dori-darmon bilan ta'minlanishini hamda bosqichma-bosqich davolanishga kelishlarini nazorat qilib, monitoring qilib borsak bo'ladi. Viloyatlarda, hududlarda o'sha murakkab operatsiya jarayonlarining o'tkazilishiga va ularni sifatli o'tkazilishiga qanaqadir bemorlarda, yurtdoshlarimizda bir ishonchsizlik bir tushunchalari bo'lardi-da. Professional xalqaro standartlarga mos operatsiyalar amalga oshirilishiga qay darajada ishonyapti bemorlar deb o'ylaysiz? Qalqonsimon bez patologiya va yiringli jarrohlik bo'limlarimizda biz 30 turga yaqin jarrohlik amaliyotlarini shu yerning o'zida bajarib kelmoqdamiz. Bundan xalqimiz juda ham xursand. Ulardan masalan gaplashganimizda borganda masalan markazlarda ozgina yo'lda ovoragarchilik, masalan bir kun, 2 kun oldin borish kerak, analiz topshirish kerak, analizlarning javobini kutish kerak. Mana shunaqa ovoragarchiliklar xarajat qiladi qancha? Shu yerda ilgari order asosida jo'natilardi. Hozir mana shu yerda deyarli 97% gacha bo'lgan operatsiyalar o'zimizda o'tkazilyapti. Jarrohlik amaliyotigacha bo'lgan davr va jarrohlik amaliyoti va jarrohlik amaliyotdan keyingi bo'lgan davrda bemorlarga o'zlarimizning shifokorlarimiz tomonidan nazorat qilib borilyapti. Laboratoriya bo'limimizda to'liq avtomatlashtirilgan analizatorlar, gematologika to'liq avtomatlashtirilgan analizator, bularning barchasi to'liq avtomatlashtirilgan. Ilgari bu narsalar yarim avtomat va inson omili bilan bog'liq bo'lib bajarilardi. Chet davlatlarda ko'p bo'lasiz. Ayni shu yo'nalishda deylik bizni shifokorlarimiz ilg'or xorij mamlakatlaridan nimalarni o'rganishlari mumkin? Men nega bu savolni beryapman? Bizda ham deylik barcha zamonaviy asbob-uskunalar mavjud. Doimiy izlanishda shifokorlarimiz, doimiy rivojlanishda. Ulardan qanday tajribalarni almashish mumkin? Malaka jihatdan, davolash standartlari jihatdan, davolash jarayonlari jihatdan xorijiy davlatlar bilan bizni filialimizda deyarli bir xil. Faqat ayrim jihatlari, masalan, o'rganadigan qismimiz yoki ayrim jihatlari farq qilishi mumkin. Masalan, raqamlashtirish, ayrim jarayonlar avtomatlashtirilganligi bilan ozroqgina farq qiladi. Bu narsa bosqichma-bosqich davom etadigan jarayon bizni filialda ham yo'lga qo'yiladi.
Xalqonsimon bizni jarrohlik amaliyotlari yuqori texnologiya operatsiya hisobiga kirgan hisobida hamma joyda qilinmaydi. Asosan o'nchi malakali mutaxassislar va malakali klinika talab qilinadi. Xalqonsimon bez kasalligidan juda ko'p bemorlarimiz asosan qo'rqishadi, ovozda pasayib qolish yoki ovoz yo'qolib qolish ehtimoli bor hisobiga. Shu vaqtgacha biz 1000 dan ortiq bemorlarga operatsiya qildik. Birorta kasalimiz ovozi muammo bo'lgan yo'q. Intilish, tajriba, malaka oshirishimiz, bemorlarimizga operatsiyadan keyingi qarorlar yaxshi bo'lgani uchun shu holatga erishdik. Bemorlar bilan muloqot, jarrohlik amaliyotlaridan oldinmi, keyinmi, ularga qanday tushuntirishlar olib boriladi? Deylik, individual yondashish kerak bo'lgan bemorlar bo'lishi mumkin. Umuman mana shu jarayonlar qanday kechadi? Bemorlarimiz uchun diabet maktab tashkil qilingan bo'lib, bemorlarga, bolalar va kattalarga bu yerda diabet kasalligi bo'yicha darslar o'tiladi. Bunda bemorlarga qonda qandni o'lchash, bemorlar o'z-o'zini monitoring olib borishi, sog'lom ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi, ichadigan dorilari, oladigan insulinlari va operatsiya bo'lgan bemor bo'lsa, operatsiyadan keyingi parvarishlari haqida bemorlarga individual tushuntirish ishlari olib boriladi. Bu kundalik, har kun davom etadigan jarayon hisoblanadi. Dunyo standartiga ham ko'ra hamma davlatlarda yo'lga qo'yilgan o'rgatish uslubi hisoblanadi. Jarrohlik amaliyotlarini ham juda kichkina invaziv kesmalar bilan amalga oshiriladigan tibbiy jihozlarni olishni rejalashtirganmiz va bu apparatlarni biz olganimizdan keyin bemorlarimiz jarrohlik amaliyotidan keyin juda tezda turib ketadigan, asoratlarni bo'lmaydigan, yangi, ya'ni chet elda qilinadigan jarrohlik amaliyotlarini biz mana shu filialimiz o'zida ham amalga oshirishni rejalashtirganmiz va albatta buni biz tibbiyot xodimlari amalga oshiramiz. Tatbiq etilayotgan chora-tadbirlar natijasida bemorlarda yuqori sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyati yanada kengaydi. Bu esa xalqimizning yashash sifatini yaxshilashga, o'rtacha umr ko'rish davomiyligini uzaytirishga xizmat qilmoqda. Albatta, bular davlatimiz rahbari boshchiligida tibbiyotni xalqqa yanada yaqinlashtirish borasida olib borilayotgan ezgu sa'y-harakatlarining hayotiy tasdig'idir.